Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Bugun karomni navbatdagi qismini qo'yamiz. Xo'sh, birinchi karomlarga suv ochib qo'ydik. O'tgan videoda dorilar solib, arig'ini ochib ko'rsatdik sizlarga. Xudo xolasa mana suv ochib qo'ydik. Bu o'sha esinglarda bo'lsa birinchi ko'rsatdim, kesakli yerga ekilgan karom. Kesaklarni yo'qotib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz, qo'yib boramiz dedik. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib turibdi. Kesaklarni yo'qotib, chiroyli ahvolga solib qo'ydik. Xo'sh, bizga savollar keluvdi. Savollar necha soat sug'oramiz? 2 soatmi, 3 soatmi deb so'rashuvdi. Shuni ko'rsatib o'tmoqchiman, necha soat sug'orishni. Agar oldindan karom ekayotgan bo'lsanglar, qancha sug'orib yaxshi bo'layotgan bo'lsa, o'sha ketishda qilaveringlar. Bular oldin karom kam ekkan yo bilmagan odamlarga ko'rsatyapman. Mana karomimiz bo'lsa, mana karomimiz. Xo'sh, mana bu suv, mana suv tagida oqyapti, ko'rdinglarmi? Zaxi ketyapti karomga qarab. Mana shu karomga yetay deb qolsa, yetsa, karomga yetsa to'xtataverasizlar. Oralatib sug'oryapmiz biz. Oralatganda shunaqa to'xtatamiz. Karomga yetishi bilan o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Mana misol uchun bir xil joylari karomga yetgan. Mana karomga yetib qolgan pasti zaxi mana. Bir xil joyi hali yetmagan, shuni hisobga turibdi bu hali. Suv ochganimizga 4 soatlar bo'lib qoldi. Sizlar yeringlar sharoitiga qaraysizlar. Karominglarga zaxi yetib borsa, mana zaxi yetib borgandan keyin to'xtatasizlar. 1 soatda yetib borsa 1 soatda to'xtatasizlar. 10 soatda yetib borsa 10 soatda, 1 kunda yetib borsa 1 kunda. Keyin sizlarga sug'orishda iloji boricha 3 dan keyin, kech payt 3 dan keyin, kechki salqin, obeddan keyin 3 dan keyin yoki ertalab 10 gacha sug'orish tavsiya qilaman. 10 dan keyin suv qolmasligi kerak, arig'ida shim ketishi kerak karomlar. Yoki iloji yo'q, obedda sug'orishim kerak deydiganlar bo'lsa, suvini to'xtatmaslik kerak. Mana shunaqa doim oqib turish kerak suvi. Qizib qolmasligi kerak xullas. Bizlarni Piskentda, Begobodda tanishlar bor, karomchi tanishlar. Ular aytayaptiki, bu yil karomlar juda ko'p bo'lyapti. 20 yillik, 30 yillik karomchilar, katta kishilar. Karom ko'p bo'lyapti bu yil, issiq juda qattiq kelganiga deyishyapti. O'sha kunlari bildinglar, juda issiq bo'ldi. Ayniqsa Toshkentda chidab bo'lmadi. Shunga karomlar juda ko'p o'ldi deb aytishdi menga. Men ham tushunmadim nimaga unaqa bo'lganini. Bizniki lekin Xudoga shukr mana yaxshi. O'lganlar juda kam. 10 tadan 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin. 10 tadan debman, 100 tadan 3 ta 4 ta o'lgan bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham juda kam mana yaxshi karomlar. Bu ana ora yo'q joylar chopiqda o'lgan yoki motoblok ishlayotganda tegib ketib o'lgan, shunaqalar o'lganlari bor. Kasal bo'lib o'lgani juda kam. Kasal bo'lib o'lgani juda kam. Shunga e'tibor berasizlar. Obedda sug'armanglar, iloji bo'lsa. Sug'arsanglar ham suv oqib tursin. Mana shu suvni mana 2 da ochdim soat. Hozir 6 dan ochdi. 2 obed-ku desanglar, men suvni to'xtatmayman. Oqizib qo'yaman. Suvni baland oqizmanglar. Tegida oqsin. Karomga faqat zax borsin, zaxi. Shunda yaxshi bo'ladi. Suv bormasligi kerak karomgacha. Shunga e'tibor berasizlar. Keyin telefon nomerimni so'raganlar bor ekan. Telefon nomerimni kattalik qildi deb o'ylamasanglar, telefon nomerimni bera olmayman. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar telefon nomer qoldirsanglar, o'zim aloqaga chiqaman, o'zim telefon qilaman. Bilgan narsam bo'lsa tushuntiraman, bilmagan narsam bo'lsa uzr so'rayman. Biz ham mukammal bilmaymiz hali. Shunga o'zingizlar telefon nomeri qoldirib, iltimos telefon qilib yuboring yoki telefon qilib yuboring deb yozsangiz bo'ldi. Men o'zim bo'shab sizga qilib aloqaga chiqaman. Oxiri 2690 nomerdan aloqaga chiqaman. Yana
kommentariyalar boshqalar o'qib aloqaga chiqib sizlarni aldab yuborishi mumkin. O'shanga 26.90 dan aloqaga chiqaman. Oxiri 26.90 bo'ladi. Xo'p, bu mintalik karomimiz o'sha boshidan beri ko'rayotganlar bo'lsa biladi. Bu mana doridan keyin ikkinchi suvni ichdi kecha. Mana o'rash jarayonida xudo xolasa qurtga dori sepadigan vaqtimiz kelib qoldi bunga. 2-3 kunda qurtga dori sepamiz. Bunga ham bir paytda sepdik, bunga ham sepamiz. Ikkalasiga bir paytda sepganmiz, ikkalasiga dori sepamiz. Xo'sh, savolinglar bo'lsa bemalol videoning tagida izohlar bo'limida qoldirishinglar mumkin. Bu kanal hammaga manfaatli bo'lish uchun, fikr almashish uchun, endi boshlayotgan dehqonlar bo'lsa o'rganadi, professional dehqonlar bo'lsa biz xato qilayotgan bo'lsak, bizani xatoyimizni aytadi. Shuning uchun ochilgan. Shu kanalda bemalol o'zinglar fikringlarni qoldirishinglar mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar Makka ekayotganlar bo'lsa, Makkani to'liq videosini qo'yganmiz. 0 dan 100 gacha sotib bozorga olib chiqib tugatguncha qo'yganmiz. Agar Xitoy karom, koreyskiy, chimchi deyishadi, bassay deyishadi, Pekin karom deyishadi. O'shanga unaqa karom ekayotganlar bo'lsa, uni ham videolarini qo'yib boryapmiz. Xudo xolasa ertaning uni ham yangi videosini chiqaramiz. Xo'p, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Hammanglardan fikr, mulohazalar kutib qolaman. Bilmaganimiz bo'lsa bildiringlar. Bilmaganinglar bo'lsa so'rashinglar mumkin. Sog' salomat bo'linglar.